Yangi yil bilan xalqim. Baxtli 2026 yil hammamizga muborak bo'lsin. Bugun men siz bilan oddiy tabrik aytib ketmayman. Bu video har bir oilaga, har bir ota-onaga, har bir tadbirkorga, har bir haydovchiga, har bir talaba va mehnatkash inson uchun juda muhim. Chunki yangi yil faqat dasturxon, archa va sovg'a emas. Bu yangi xarajatlar, yangi rejalar, xavfsizlik masalalari, hujjatlar, qarzlar, firibgarliklar, sog'liq, oila budjeti va kelgusi yilni qanday boshlash masalasi hamdir. Men bugun sizga 2026 yilga kirishda nimalarga albatta e'tibor berish kerakligini, qayerda ehtiyot bo'lish kerakligini, qaysi xatolar odamlarni o'rtacha qarzga, asabiylikka yoki muammoga olib kirishini aniq misollar bilan tushuntiraman. Iltimos, hoziroq kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotlar haqiqatan ham hammaga tegishli va yaqinlaringizga ham foydasi tegadi. Avvallari yangi yilga tayyorgarlik nisbatan sodda edi. Odamlar bozordan kerakli mahsulotlarni olar, uyda dasturxon tuzar, yaqinlari bilan yig'lar, bolalarga kichik sovg'a berar, shu bilan bayram o'tardi. Xarajatlar ham odatda ko'proq nazorat ostida bo'lardi. Chunki tanlov kamroq, reklama kamroq, onlayn xaridlar va kredit takliflari hozirgidek har qadamda uchramasdi. Odamlar ko'proq naqd pul bilan xarid qilgani uchun qo'lida qancha mablag' borligini aniq his qilardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Bayram oldidan telefonimizga chegirmalar, aksiya, faqat bugun oxirgi imkoniyat bo'lib to'lash. Bir bosishda buyurtma degan takliflar yog'iladi. Ijtimoiy tarmoqlarda kimdir katta dasturxon ko'rsatadi, kimdir qimmat sovg'a oladi, kimdir restoran, sayohat, yangi telefon, yangi kiyim bilan maqtanadi. Natijada ko'p odamlar o'z imkoniyatini emas, boshqalarning ko'rinishini o'lchov qilib oladi. Mana shu joyda muammo boshlanadi. Bayram 1-2 kun. Lekin noto'g'ri olingan qarz yoki rejasiz xarajat bir necha oy davomida oilaning kayfiyatini buzishi mumkin. Yana bir katta o'zgarish. Hozir bayram xavfsizligi masalasi ham dolzarb. Pirotexnika, yo'llardagi tirbandlik, mast holda mashina haydash, bolalarning nazoratsiz qolishi, gaz va elektr jihozlaridan noto'g'ri foydalanish, onlayn firibgarliklar, soxta yutuq va sovg'a aksiyalari ko'paygan. Men bu gaplarni qo'rqitish uchun aytmayapman. Men amaliy jihatdan shuni tushuntirmoqchiman. 2026 yilni yaxshi boshlash uchun 31 dekabr va yanvar oyining birinchi kunlarida eng ko'p uchraydigan xatolardan saqlanish kerak. Birinchi masala oila budjeti. Men har doim aytaman. Yangi yil dasturxoni oilaning bir oylik tinchligini yeb qo'ymasligi kerak. Masalan, bir oilaning oylik daromadi 6 million so'm bo'lsa, bayram uchun 4 million so'm sarflash juda og'ir qaror. Chunki yanvarda kommunal to'lovlar, yo'l xarajatlari, bolalarning maktab yoki bog'cha ehtiyojlari, oziq-ovqat, dori-darmon, transport, telefon aloqasi kabi doimiy xarajatlar bor. Bayram kuni hamma xursand bo'ladi, lekin 10 yanvardan keyin pul qayerga ketdi degan savol boshlanadi. Men tavsiya qiladigan oddiy qoida bor. Bayram xarajati oilaning oylik daromadining 25-20% dan oshmasin. Agar oila 5 million so'm topsa, bayramga 7 mingdan 20 million so'mgacha reja qilish ma'qul. Agar daromad 1 million so'm bo'lsa, 2 million so'm atrofida reja qilish mumkin. Albatta har bir oilaning sharoiti har xil, lekin asosiy maqsad bitta. Bayramdan keyin qarz va pushaymonlik qolmasin. Real misol olaylik. Toshkentda yashaydigan 4 kishilik oila yangi yil uchun go'sht, meva, salat mahsulotlari, shirinlik, ichimlik, bolaga sovg'a, archa bezaklari va mehmon kutish uchun 2 million so'm sarfladi. Agar bu pul oldindan jamg'arilgan bo'lsa, muammo yo'q. Lekin bu xarajatning bu millioni qarz karta yoki bo'lib to'lash orqali qilingan bo'lsa, yanvarda oila har hafta tejashga majbur bo'ladi. Bayramdagi quvonch keyin bosimga aylanadi. Shuning uchun men doim avval ro'yxat, keyin xarid deyman. Ikkinchi masala, bolalar va sovg'alar. Ko'pchilik ota-onalar farzandini xursand qilishni istaydi. Bu juda yaxshi. Lekin bolani xursand qilish faqat qimmat sovg'a bilan o'lchanmaydi. 2026 yilni farzandlarimiz uchun haqiqiy baxtli yil qilishni istasak, ularga vaqt, e'tibor, mehr va xavfsiz muhit berishimiz kerak. Masalan, 800 ming so'mlik o'yinchoq olib berib, keyin ota-ona asabiylashib yursa, bu bolaga bayram kayfiyatini bermaydi. Aksincha, yo'bida 2 ming so'mlik sodda sovg'a, lekin birga o'ynash, birga rasmga tushish, birga sayr qilish bolaga ko'proq esda qoladi. Uchinchi masala pirotexnika va xavfsizlik. Har yili bayram kunlari qo'l, yuz, ko'z jarohatlari, yong'in holatlari, bolalarning qo'rqib qolishi kabi hodisalar uchraydi. Men bu yerda juda aniq aytaman. Noqonuniy sifatsiz ko'chadan olingan pirotexnika bayram emas, xavf manbai.
Agar bir petarda 10 ming so'm tursa ham, uning oqibati millionlab so'mlik davolanish, hatto umrbod jarohat bo'lishi mumkin. Ayniqsa 5-12 yoshdagi bolalarga pirotexnika berish mutlaqo to'g'ri emas. Men yonda turaman degan gap ham kafolat emas. Chunki portlash 1 soniyada bo'ladi. 4-masala yo'l harakati. 31 dekabr va 1 yanvar kunlari yo'llarda charchagan, shoshilgan, kayfiyati ko'tarilgan yoki spirtli ichimlik ichgan haydovchilar ko'payishi mumkin. Men haydovchilarga alohida murojaat qilaman. Bayram kuni rulga o'tirishdan oldin faqat o'zingizni emas, yo'ldagi boshqa oilalarni ham o'ylang. Bir piyola ichimlik, bir necha daqiqalik shoshilish, telefonni ko'rib haydash butun yilni fojia bilan boshlashga sabab bo'lishi mumkin. Agar mehmondan qaytayotgan bo'lsangiz, taksi chaqiring. Yaqinlaringizdan yordam so'rang yoki mashinani qoldirib keting. Bu uyat emas, bu madaniyat. 5-masala sog'liq. Bayram dasturxonida yog'li ovqatlar, shirinliklar, gazli ichimliklar kechasi ko'p yeyish odatga aylangan. Lekin yurak-qon tomir kasalligi, qandli diabet, qon bosimi, oshqozon muammosi bor odamlar uchun bu xavfli bo'lishi mumkin. Masalan, qon bosimi yuqori bo'lgan inson kechasi sho'r va yog'li ovqatni ko'p yesa, ustiga kam uxlab, ko'p asabiylashsa, ertasi kuni bosim ko'tarilishi mumkin. Qandli diabeti bor odam shirinlik va gazli ichimlikni nazoratsiz iste'mol qilsa, holati yomonlashishi mumkin. Shuning uchun bayramda ham me'yor kerak. Hamma narsadan o'z-o'zdan, lekin o'z salomatligingizni unutmasdan. 6-masala onlayn firibgarlik. Bayram oldidan siz sovg'a yutdingiz, bank nomidan bonus, yangi yil aksiyasi, havolaga kiring, karta raqamingizni tasdiqlang kabi xabarlar ko'payadi. Men mutaxassis sifatida aniq aytaman. Hech qaysi ishonchli tashkilot sizdan SMS kod, bank karta paroli, ilova kodi yoki pasport rasmini shubhali havola orqali so'ramaydi. Agar kimdir sizga tezroq ayting, aks holda sovg'a kuyadi desa, bu ko'pincha firibgarlik belgisi. Ayniqsa katta yoshdagilarimiz bunday xabarlarga ishonib qolishi mumkin. Ularni ogohlantiring. Kimlar ko'proq xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda daromadi barqaror bo'lmagan oilalar. Agar sizning ishingiz mavsumiy bo'lsa, yanvar oyida daromad kamayishi mumkin. Demak, dekabrda ortiqcha sarflash xavfli. Ikkinchi, kredit yoki qarzi borlar. Agar sizda allaqachon oylik to'lovlar bo'lsa, bayram uchun yana qarz olish noto'g'ri. Uchinchi, kichik bolali oilalar. Ular uchun xavfsizlik, ovqatlanish va uyqu tartibi muhim. 4-chi, yolg'iz yashaydigan keksalar. Ularni bayramda holidan xabar olish kerak. Chunki yolg'izlik ham sog'liqqa, kayfiyatga ta'sir qiladi. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin? Agar siz bayram xarajatini oldindan rejalagan bo'lsangiz, qarz olmasangiz, xavfsizlik qoidalariga amal qilsangiz, sog'liqni nazorat qilsangiz, demak bayram siz uchun haqiqatan ham xotirjam o'tadi. Lekin bu umuman e'tibor bermasa ham bo'ladi degani emas. Har qanday oilada kutilmagan vaziyat bo'lishi mumkin. Shuning uchun oddiy ehtiyot chorasi hammaga kerak. Endi istisnolar, yashirin xavflar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat chegirma har doim tejamkorlik degani emas. Masalan, do'konda ichim foiz chegirma yozilgan bo'lishi mumkin. Siz avval umuman olmoqchi bo'lmagan buyumni 300 ming so'mga olasiz va o'zingizni tejab qoldim deb o'ylaysiz. Aslida esa siz 300 ming so'm ortiqcha sarfladingiz. Haqiqiy tejamkorlik shuki, avval ro'yxatda bor narsani arzonroq olasiz. Ro'yxatda yo'q narsani chegirma bilan olish tejamkorlik emas, hissiyotga berilishdir. Ikkinchi nozik jihat, bo'lib to'lash oson ko'rinadi. Lekin ko'p bo'lsa yuk bo'ladi. Bitta sovg'a uchun oyiga 1 ming so'm, telefon uchun 400 ming so'm, maishiy texnika uchun 300 ming so'm, kiyim uchun 200 ming so'm to'lov chiqsa, jami oyiga 20 million so'mdan oshib ketadi. Alohida qaraganda kichik, birga qaraganda og'ir. Shuning uchun har qanday bo'lib to'lashdan oldin umumiy oylik majburiyatlaringizni yozing. Oylik daromadingizning 30-35% dan ortig'i qarz va to'lovlarga ketsa, bu xavfli holat. Uchinchi nozik jihat, bayramda mehmondorchilik ham chegarali bo'lishi kerak. Bizning xalqimiz mehmondo'st, bu katta qadriyat, lekin mehmon kutish oila budjetini sindirmasligi kerak. Mehmon uchun 10 xil taom qilish shart emas. Toza, samimiy, me'yordagi dasturxon yetarli. Men ko'p oilalarda shuni ko'raman. Uy egasi bayram kuni mehmonlar bilan suhbatlashmaydi. Faqat oshxonada yuguradi, charchaydi, asabiylashadi. Bu bayram emas, xizmat marafoni bo'lib qoladi. 2026 yilda biz bayramni ko'proq ma'no, kamroq isrof bilan o'tkazishni o'rganishimiz kerak. 4-nozik jihat, ijtimoiy tarmoq bosimi. Kimdir Dubayda, kimdir restoranda.
Kimdir yangi mashina oldida surat qo'yadi. Lekin siz uning real moliyaviy holatini bilmaysiz. Balki u hammasini qarzga qilgandir, balki bu reklama uchundir, balki faqat ko'rinish uchun. Siz esa o'zingizni solishtirib, kayfiyatingizni buzasiz. Men tomoshabinlarga shuni aytaman: sizning baxtingiz boshqalarning lentasida emas, o'z uyingizdagi tinchlikda, sog'likda, halol mehnatda va yaqinlaringizning yo'ningizda ekanida. 5-nozik shart. Hujjatlar va rasmiy ishlar. Yil boshida ko'p odamlar pasport, ID karta, haydovchilik guvohnomasi, sug'urta shartnomalar, ijara hujjatlari, soliq va to'lovlar muddatini unutib qo'yadi. Bayramdan keyin ishlar boshlanganda muddati o'tib ketibdi degan muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar, o'qishga hujjat tayyorlayotganlar, ishga kirayotganlar. Avtomobil sug'urtasi tugayotganlar buni oldindan tekshirishi kerak. 2026 yilni tartib boshlash uchun hujjat papkangizni bir marta ko'zdan kechiring. 6-nozik shart uy xavfsizligi. Archa chiroqlari, elektr uzatma simlari. Gaz plitasi, isitgichlar, pechlar bayramda ko'p ishlatiladi. Eski yoki sifatsiz uzatma simga bir nechta kuchli jihoz ulansa, qizib ketishi mumkin. Archa chirog'ini kechasi yo'qilgan holatda qoldirish ham xavf. Uyda kichik bola bo'lsa, rozetka, sham, qaynoq choynak, pichoq, shisha idishlar nazoratda bo'lishi kerak. Bayram kunlari mehmon kelib ketadi. Kattalar chalg'iydi, bolalar esa tez harakat qiladi. Shuning uchun xavfli narsalarni oldindan balandroq va yopiq joyga qo'yish kerak. 7-nozik shart ruhiy holat. Yangi yil hamma uchun quvonchli bo'lmasligi mumkin. Kimdir yaqinini yo'qotgan, kimdir ishdan ayrilgan, kimdir qarzga botgan, kimdir yolg'iz. Atrofda hamma kulib turganda bunday insonlar o'zini yanada og'ir his qilishi mumkin. Shuning uchun men har birimizga murojaat qilaman. Bayramda faqat sovg'a emas, bir og'iz yaxshi so'z ham bering. Yolg'iz qarindoshingizga qo'ng'iroq qiling. Keksa qo'shningizdan hol so'rang. Do'stingiz jim bo'lib qolgan bo'lsa, yaxshimisan deb yozing. Ba'zan bitta xabar insonning kayfiyatini butunlay o'zgartiradi. Endi aniq qadamlar. 1-qadam. Bugunoq bayram ro'yxatini yozing. Qog'ozga yoki telefoningizdagi eslatmaga 4 ta ustun qiling. Oziq-ovqat, sovg'alar, transport kutilmagan xarajatlar. Har birining yo'niga taxminiy summa yozing. Keyin umumiy summani hisoblang. Agar summa siz kutgandan katta chiqsa, eng kerakli bo'lmagan narsalarni olib tashlang. Masalan, 5 xil shirinlik o'rniga 2 xil, 4 xil salat o'rniga 2-3 xil. Qimmat sovg'a o'rniga foydali va arzonroq sovg'a. 2-qadam, xaridga och qo'ringa va ro'yxatsiz bormang. Bu oddiy tuyuladi, lekin juda muhim. Och odam do'konda ko'proq mahsulot oladi. Ro'yxatsiz odam esa reklama va chiroyli qadoqqa aldanadi. Bozorga yoki supermarketga kirishdan oldin men faqat shu ro'yxatdagi narsalarni olaman deb o'zingizga qo'yda qo'ying. Imkon bo'lsa, naqd yoki alohida kartaga ajratilgan pul bilan xarid qiling. Shunda chegaradan chiqib ketmaysiz. 3-qadam, hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport muddati, haydovchilik guvohnomasi, avtomobil sug'urtasi, texnik ko'rik, ijara shartnomasi, bank kartalarining muddati, kredit to'lov sanalari, kommunal to'lovlar bo'yicha qarzdorlikni ko'rib chiqing. Agar biror hujjat muddati yaqinlashgan bo'lsa, tegishli davlat xizmatlari markaziga, bankka, sug'urta kompaniyasiga yoki rasmiy ilovalar orqali murojaat qiling. Hujjat topshirishda odatda shaxsini tasdiqlovchi hujjat, ariza, kerak bo'lsa eski hujjat, to'lov kvitansiyasi talab qilinishi mumkin. Har bir xizmat bo'yicha talablar farq qilgani uchun rasmiy manbadan tekshirish muhim. 4-qadam, onlayn xavfsizlikni kuchaytiring. Bank ilovalaringizga murakkab parol qo'ying. SMS kodni hech kimga aytmang. Telegram yoki boshqa tarmoqlarda kelgan shubhali havolalarni ochmang. Agar bank xodimi qo'ng'iroq qilib karta ma'lumotini so'rasa, suhbatni to'xtating va bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling yaqinlaringizga. Ayniqsa ota-onangiz va bobo-buvingizga shuni tushuntiring. Sovg'a yutish uchun karta kodi berilmaydi. Pul olish uchun parol aytilmaydi. 5-qadam, uy xavfsizligi tekshiruvini qiling. Archa chiroqlarini ko'zdan kechiring. Simi ochilib qolmaganmi, qizib ketmayaptimi? Gaz plitasi va isitgichlar yonida yonuvchan buyum qoldirmang. Kechasi uxlashdan oldin elektr bezaklarini o'chiring. Bolalarga pirotexnika bermang. Agar hovlida yoki ko'chada pirotexnika ishlatilayotgan bo'lsa, bolalarni uzoqroq tuting. Deraza yonida turishiga yo'l qo'ymang. Uy hayvonlari bo'lsa, ularni ham tinch joyga oling, chunki kuchli tovush ularga ham stress beradi. 6-qadam, sog'liq rejasi. Agar oilada keksa insonlar yoki surunkali kasalligi borlar bo'lsa, ularning dorilari yetarlimi?
qon bosim apparati ishlayaptimi? Shifokor tavsiyalari esdan chiqmaganmi? Tekshiring. Bayram kuni ham suv ichish, me'yorida ovqatlanish, juda kech uxlamaslik, spirtli ichimlikdan saqlanish yoki mutlaqo iste'mol qilmaslik muhim. Bolalarga gazli ichimlik va shirinlikni cheksiz bermang. Ertasi kuni ularning qorni og'rishi, allergiya yoki holsizlik bo'lishi mumkin. 7-qadam 2026-yil uchun oddiy reja tuzing. Men katta va'dalar berishni emas, aniq va o'lchanadigan maqsad qo'yishni maslahat beraman. Masalan, bu yil pul yig'aman demang. Har oy 300 ming so'mdan jamg'araman deng. Sog'lom bo'laman demang. Haftasiga 3 marta 37 daqiqa piyoda yuraman deng. Ko'proq kitob o'qiyman demang. Har oy bitta kitob tugataman deng. Maqsad aniq bo'lsa, unga erishish osonlashadi. 8-qadam oilaviy suhbat qiling. Yangi yil kechasi yoki 1-yanvar kuni oilangiz bilan 20 daqiqa o'tirib, 3 ta savolga javob bering. 2021 yilda nimaga shukr qilamiz? 2026 yilda nimani yaxshilaymiz? Bir-birimizga qanday yordam beramiz? Bu oddiy suhbat oilada birlikni oshiradi. Farzandlar ham o'z fikrini aytsin. Balki bola yangi telefon emas, ota-onasi bilan ko'proq vaqt o'tkazishni xohlar. Balki turmush o'rtog'ingiz ko'proq qo'llab-quvvatlash kutayotgandir. Bayram bunday samimiy gaplar uchun yaxshi imkoniyat. 9-qadam isrofni kamaytiring. Dasturxonda ortib qoladigan ovqatni oldindan o'ylang. Juda ko'p tayyorlab, keyin tashlab yuborish na diniy, na iqtisodiy, na insoniy jihatdan to'g'ri. Ovqatni me'yorida qiling, ortib qolsa to'g'ri saqlang. Muhtojlarga ulashish imkoniyati bo'lsa savob ish qiling. Yangi yil faqat o'zimiz to'yishimiz emas, boshqalarning ham ko'nglini olishimiz uchun imkoniyat. 10-qadam bayramdan keyingi yanvar budjetini alohida ajrating. 1-yanvardan keyin ham hayot davom etadi. Non, yo'l, kommunal to'lov, dori, maktab, ish xarajatlari bor. Shuning uchun bayram xarididan oldin yanvarning eng zarur pulini alohida qoldiring. U pulga tegmang. Bu oilaning xavfsizlik yostig'i bo'ladi. Hatto 500 ming so'm bo'lsa ham. U kutilmagan vaziyatda asqatadi. Aziz yurtdoshlar, yana bir bor yangi yil bilan 2026 yil hammamiz uchun tinchlik, sog'lik, halol rizq, oilaviy mehr, baraka va yaxshi yangiliklar yili bo'lsin. Men bugun sizga bayramni qanday qilib chiroyli, xavfsiz, tejamkor va mazmunli o'tkazish haqida gapirdim. Eng asosiy fikr shuki, yangi yilni katta xarajat bilan emas, to'g'ri qaror, xotirjamlik, mehr va mas'uliyat bilan boshlash kerak. Agar siz bugun ro'yxat tuzsangiz, ortiqcha qarzdan saqlansangiz, hujjatlaringizni tekshirsangiz, uyingiz xavfsizligini ko'rsangiz, yaqinlaringizdan hol so'rasangiz va 2026 yil uchun aniq reja qilsangiz, yilni ancha mustahkam boshlaysiz. Bayram bir kecha, lekin to'g'ri odatlar butun yilga xizmat qiladi. Siz 2026 yildan nimalarni kutyapsiz? Oilangiz uchun eng katta tilagingiz nima? Izohlarda albatta yozib qoldiring. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Yangi yil bilan xalqim, baxtli, barakali, tinch va yorug' 2026 yil barchamizga muborak bo'lsin.